بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لكل من علمني حرفا الدرس السادس والثمانون 86 ders المفردات alohida so'zlar zu egasi ya'ni bir narsaga tegishli degani zavu ko'pligi zatu ham xuddi shunday faqat muannas zun muannas zavatu ko'pligi bu ham ulu bu ham o'sha ega ma'nosida ulatu zumalin mol egasi mana ibaratun an bir narsadan iborat. Mabnan bino qilingan degani, ya'ni bino. Mabanin binolar, tobiqun qavat. Ruschalab etash deyiladi-ku, birinchi etash, ikkinchi etash. Xo'p, tawabiqu qavatlar. Sitaratun parda, satairu pardalar. Harirun ipak, ayyuhum ularning qaysi biri? Ayalun ahla ayoli, muhtaramun hurmat qilingan, muhtaramun bo'lsa hurmat qilinganlar bo'lib ko'plikda bo'ladi. Endi buni jumlaga qarab ma'no beramiz. La, yo'q, mayda ma'nolar bor. Illo ma'nosi jumlada aniqlashtirib olamiz. Izdiharun gullab yashnash, izdiharul ilmi, ilmni gullab yashnash. Silahun qurol, aslihatun qurollar. Nizomun nizom, tartib nizom degan. Binizomin tartib bilan, nizom bilan. Xutbatun xutba, xutobun xutbalar. Mav'izatun maviza, mava'izu ko'pligi. Shatta turli xil, har xil degan. Ba'da an dan keyin somtun jim turish degani, bi somtin jim turishlik bilan, ya'ni sukut saqlash, jim turish. Batnun qorin, butunun qorinlar, ya'ni o'sha somtun sukut saqlash degani. Xo'p, vujudun bor bo'lish, mavjud bo'lish. Azimun buyuk, ma a'zamahu, nima hamuni buyuk qildi. Jamilun chiroyli, ma ajmalahu, nima hamuni chiroyli qildi. Ya'ni naqadar chiroyli, naqadar buyuk degani. Kama amaralloh, Alloh buyurgani kabi. Hafizakalloh, Alloh seni asrasin. Hayyun tirik, ahyaun tiriklar. Sabah masaa degani ertaga kech degani. Khayrun yaxshi yoki yaxshiroq. Saxira yasxaru isxar suxrun masxara qilmoq. Endi saxara ya'ni saxira yasxaru isxarni ma'nosini aytmaymiz. Mozi muzori amr fe'li. Anfaqa yunfiqu anfiqa infaqun infoq qilmoq. Haraba yuharibu harib muharabatun ushmoq. Abada ya'budu u'bud ibadatun ibodat qilmoq. Talaqqa yatalaqqa talaqqi talaqqin qabul qilmoq. Uchratmoq, egallamoq. Xo'p. Bana yabni ibni binaun bino qilmoq. Istaqarra yastaqirru istaqirri yoki istaqirra istiqrarun ya'ni qaror topmoq. Sa'a yas'a is'a sa'yun say harakat qilmoq. Arda'a yurdi'u ardi' irda'un bu emizmoq. Hayya'a yuhayyi'u hayyi' tahyi'un tayyorlamoq. Qabbala yuqabbilu qabbil taqbilun o'pmoq. Amara ya'muru mur amrun buyurmoq. An-nusus matnlar. Endi matnga kirganda aniqroq tarjimasini bilamiz. المكتبة عبارة عن مبنى ذي طابقين في كل طابق غرف ذات نوافذ واسعة وعلى النوافذ ستائر من الحرير. Kutubxona 2 qavatli binodan iborat. Mana har bir qavatda keng derazali xonalari bor. Va alan nawafiz derazalarning ustida esa ipakdan pardalar bor. Anta rajulun zumalin وهذا الذي تسخر منه رجل ذو علم فأيكما خير أنت رجل ذو مال sen mol egasi ya'ni moldor kishisan puling bor kishi وهذا الذي ya'ni uni ustidan kulayotgan bu ilmli kishidir. U ikkisini qaysi biri yaxshiroq? Ana zu'ayalin kasirin. Men ko'p ahli oilali insonman. Zawul ilmi muhtaramuna va zawul amwali aydan muhtaramuna. Ilm egalari hurmat qilingan zotlar, mol egalari ham hurmat qilinganlar. Walakin nahnu ash-shababul muslimina la nahtarimuhum illa iza kanu yunfiqunaha fi sabili izdihari al-ilmi. Endi lekin deyaptilar, biz musulmon yoshlar ularni hurmat qilmaymiz. Ya'ni mol egalarini hurmat qilmaymiz, illo hurmat qilamiz qachonki ular ilmni gullab yashnashlik yo'lida o'sha mol dunyolarni infoq qiladigan bo'lsalar. Ma huwal masjid? Al-masjid huwa makanu ijtima'il muslimina lis-salati. Ma huwal masjid qilamiz. U masjid nima? Masjid u namoz uchun musulmonlar jamlanadigan joy. Fihi ya'budunalloh. U yerda Allohga ibodat qiladilar. Va fihi yusalluna binizomin. Va u yerda tartib intizom bilan namoz o'qiydilar. Va fihi yasma'una al-khutaba wal mawa'iza va fihi yatalaqqawna shatta ad-durusi. U yerda xutbalarni va pand va nasihatlarni eshitishadi va unda har xil darslarni qabul qilib olishadi.
وهو أول ما بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استقر في المدينة. وأو يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة قرار topganlardan keyin bino qilgan birinchisidir. Ya'ni mana shu masjidni birinchi bo'lib Rasululloh alayhisalom bino qilganlar Madinada o'sha qaror topganlardan keyin. Al-muslimu yuhibbul masjida va yas'a ilayhi va yajlisu fihi bi samtin va ihtiramin. Musulmon odam masjidni yaxshi ko'radi va unga sa'y harakat qilib boradi va unda jim va hurmat bilan o'tiradi. Hamalatni ummi 9 ashhurin fi batniha va arda'atni halibaha va sahiratil layaliya bijanibi. Onajonim meni 9 oy qorinlarida ko'tarib oldilar va meni sutlari bilan emizdilar va kechalari esa meni yonimda sahar bedor bo'ldilar. Ya'ni kechasi uxlamasdan menga qarab chiqdilar. Hiya tuhibbuni va tuhayyi'u li ta'ami. Onajonim meni yaxshi ko'radilar va men uchun ovqatimni tayyorlab beradilar. Ummi sababu wujudi ma a'zama ummi. Onajonim meni bor bo'lishim sababidir. Onajonim naqadar buyuk insonlar. Va ma ajmalaha va naqadar chiroylilar. Uqabbilu yadaha sabaha masaa. Men onajonimning qo'llarini ertayu kech o'paman. Uhibbu ummi va uti'uha kama amara Alloh. Onamni yaxshi ko'raman va Alloh buyurganidek onamga itoat qilaman. Ya'ni bir ukam bor, farzandim ancha kasal bo'lib qoldi, qiynaldim dedi. Men aytdimki, Alloh taolo farzandingni kasal qilishini hikmati bor. Ya'ni sen ota-onani qadrini bilishing uchun, ya'ni mana shunday katta qilishganligini bilishing uchun Alloh taolo senga shuni tattirib qo'yadi dedim. Ya'ni farzandimiz kasal bemor bo'lganda qanday achinamiz? Qanday shifokorga olib boramiz? Dorilarni topamiz, kechalar uxlamaymiz. Ota-onamiz ham shunday bo'lgan. Mana shundan ibratlangan bola yaxshi, lekin bundan ibratlanmaydiganlar ham bor. Ota-onasiga o'sha muomalasini qiladi. Ibratlanib ota-onasiga muomalasini yaxshi qilgan bolalarni Alloh taolo yana ham ziyoda qilsin, umriga baraka bersin. Hafizallohu ummi. Alloh onamni asrasin. Va hafiza ma'aha abi. Onam bilan birga otamni asrasin. Va aasha fi sihhati was salamati ma dama hayyayni. Modomiki ikkalovligisi tirik ekan, sihat salomatda ota va onam yashashsin. Aisha fi sihhati was salamati ma dama hayyayni. Demak, bunga darsdan iborat. Vallohu a'lamu bis-sawab.